Bugun studiyamizga Uchqo'rg'on tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist konsulti Gulmiraxon Abdusalomovani taklif etganmiz. Gulmiraxon, assalomu alaykum. Sizni Assalomu studiyada alaykum. xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin deymiz. Rahmat. Va demak, bugun ham yoshlarimizni umuman olganda hayoti uchraydigan savollarni ko'proq yo'llaganlarni biz tanlab olganmiz. Aynan mana shu savollardan biri talabalarimizdan kelgan. Assalomu alaykum. Meni savolim shuki, men hozirda oliy ta'limda kontrakt asosida o'qiyman. Kontraktni 12% ni qaytarib olish mumkinligini eshitgandim. Men ish joyiga ega emasman. Ish haqim yo'q. Kontrakt pulini o'zim to'laganman. Hech kimni oylikdan o'tkazmaganman deb savol bergan ekanlar. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fuqaroyimiz juda ham o'rinli savol yo'llabdilar. Ushbu holatda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasi 16-bandiga asosan O'zbekistonning professional hamda oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish uchun yo'naltirilgan ish haqi va boshqa daromadlariga soliq solinmaydi. Ushbu bunday aytishimiz mumkinki, 3 ta toifadagi nimalarga yo'naltirilgan mablag'lar doirasidan daromad soliqlari ushlanmaydi. Bular birinchisini aytadigan bo'lsak, fuqaro ya'niki xodim bir tashkilotda ishlasa, o'zi hamda ham ishlab, ham o'zini kontraktiga to'lov qilsa, ya'ni ham o'qib ham ishlaydigan xodim bo'ladigan bo'lsa, o'zini kontraktiga ish haqidan to'lov qiladigan bo'lsa, 12% lik ushlanmaydi. Shuningdek, ota-ona farzandiga kontraktini to'laydigan bo'lsa, farzandini yoshidan qat'iy nazar, bu yosh bo'yicha cheklov oldin farzandi 26 yoshgacha bo'lish kerak edi. Yosh bo'yicha cheklov 2023-yilda o'riqi 891 bilan olib tashlandi. Hozirda farzandining necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, farzandining kontrakti uchun to'lagan summasidan 12% lik daromad solig'i ushlanmaydi. Shuningdek, er yoki xotin turmush o'rtog'ini, ya'ni 26 yoshga to'lgunga qadar bo'lgan turmush o'rtog'ini kontragini to'laydigan bo'lsa, ularga 12% lik daromad solig'i ushlanmaydi. Shu bilan birga, agar ular tashkilotda ishlaydigan xodim ushbu soliqlarni o'z vaqtida to'lab, kontraktini to'lagan taqdirda yil hisobida kelib chiqadigan bo'lsak, 2025-yilda jamiki to'lagan kontraktlarni soliq deklaratsiyasi to'ldirib, soliq organiga yoki soliq mobil ilovasi orqali soliq imtiyozini qaytarish to'g'risida ariza qiladigan bo'lsa, kontrakt to'lovidan to'langan summani 12% ni qaytarib olish imtiyoziga ega bo'ladi. Ayni ushbu fuqaroyimiz hech qayerda ishlamaganligi, unga nisbatan ish haqi yuritilmaganligi hamda 12% lik daromad soliqlarini to'lamaganligini hisobiga ushbu fuqaroyimizga 12% lik daromad solig'lari qaytarib berilmaydi. Tushunarli. Va yana bir savol bor edi. Meni 7 yillik mehnat stajim bor, lekin hozirda hech qayerda ishlamayman. Menga dekret puli chiqadimi deb murojaat etgan ekan muxlisimiz. Ushbu fuqaroyimizga dekret puli chiqmaydi. Sababi hozirda ushbu fuqaroning hech qayerda ishlamasligi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-dekabrdagi 796-sonli davlat ijtimoiy sug'urtasini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida shu davlat ijtimoiy sug'urtasini tashkil etish, uni mablag'larini yo'naltirish, mablag'larini qaysi toifadagi xodimlarga yoki fuqarolarga yo'naltirish tizimi tubdan ishlab chiqildi. Ushbu asosda davlat ijtimoiy sug'urtasi 2026-yil 1-yanvardan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqasi, 2026-yil 1-iyuldan boshlab vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi, 2030-yil 1-yanvardan boshlab esa ishdan bo'shatish nafaqasi ishlaydigan xodimlarga ish beruvchisi tomonidan emas, aksincha davlat ijtimoiy sug'urtasi tomonidan to'lanadigan bo'ldi. Ushbu asosda xodimlar tashkilotda ishlab oldingi tartib bo'yicha ish beruvchisi tomonidan, ya'niki homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lab u tomonidan ta'minlanardi. Hozir esa faqat tashkilotda ishlaydigan ayollar yoki xususiy sektorda ishlaydigan ayollar emas, ya'ni uy bekalari ham ushbu imtiyozdan foydalanish, ya'ni homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Davlat tashkilotida ishlaydigan xodimlar 10 oydan 24 oygacha mehnat stajiga yoki sug'urta stajiga ega bo'lganda
homiladorlik va tug'ish nafaqasini 75% miqdorida olishi mumkin. 25 oydan 60 oygacha bo'lsa 85% miqdorida, 61 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa 100% miqdorida homiladorlik tug'ish nafaqasini olish mumkin. Oldingi tartib bilan emas, hozirgi tartib bilan davlat ijtimoiy sug'urtasi orqali ularga homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lanadi. Shu bilan bir qatorda uy bekalari, hech qayerda ishlamaydigan ayollar yoki talabalar ham homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Uni tushuntiradigan bo'lsak, homiladorlik tug'ish nafaqasini olish uchun ayollar, uy bekalari mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini 5% miqdorda, ya'ni 63.550 so'm miqdorida har oy sug'urta badalini to'lab borsa, 10 oy davomida to'lasa, 10 oydan keyin homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, unga o'sha homiladorlik tug'ish nafaqasining 75% miqdorida homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lanadigan bo'ldi. Bu ham bir davlatimizda ijtimoiyligini belgilab beradigan muhim omil hisoblanadi. Ya'ni uy bekalari ham hech qachon hozirgacha homiladorlik tug'ish nafaqasi, ya'ni dekret puli ololmagan. Endi ushbu sug'urta badalini to'lash uchun tumandagi inson markazlari yoki mahalladagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilgan taqdirda, murojaat qilib har oy davomida sug'urta badalini to'laydigan bo'lsa, ularga homiladorlik tug'ish nafaqasi to'lanadi. Ushbu fuqaroimiz ham hozirdan boshlab 10 oy davomida sug'urta badalini to'lab, 10 oydan keyin homiladorlik tug'ish ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, unga homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lanadi. Shuningdek, homiladorlik tug'ish nafaqasini takroriy, ya'ni dekretdan dekretgacha yana ulab ketadigan xodimlar bo'lishi mumkin. Davlat tashkilotida ishlaydiganlar, ularda ham to'lanish tartibi tubdan yangilandi. Ya'ni dekretdan dekretgacha umuman ishlamagan yoki 3 oy ishlagan bo'lsa, uni oylik ish haqini 0.5 koeffitsient miqdorida, ya'ni 4 million oylik oladigan xodim bo'lsa, u dekretdan dekretga ulaydigan bo'ladigan bo'lsa, uni 2 million o'rtacha oylik ish haqidan homiladorlik tug'ish nafaqasi hisoblanadi. 3 oydan 6 oygacha bo'lsa, 75%dan 6 oydan undan ko'p bo'lib turib ulaydigan bo'lsa, unda 100% miqdorda homiladorlik tug'ish nafaqasi to'lanadi. Tushunarli. Keyingi savol ham yo'llangan bizda. Men tuman tibbiyot birlashmasida hamshira bo'lib ishlaganman. Ayni vaqtda bola parvarishlash ta'tilidan qaytish uchun ariza yozdim, lekin ish beruvchi seni ish o'rningga boshqa xodim oldim deb meni o'z ishimga qaytarishga to'sqinlik qilmoqda. Rahbarim haqmi deya so'ralgan ekan. Rahbari nohaq hisoblanadi. Buning asosi albatta Mehnat kodeksimiz. Mehnat kodeksining 405-moddasiga asosan homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagandan keyin ayollarga bolani 2 yoshga to'lgunga qadar bola parvarishlash ta'tili beriladi. Ya'niki ularning xohishiga ko'ra homiladorlik tug'ish ta'tili tugagandan keyin xohlasa 2 yoshgacha bola parvarishlash ta'tili olishi mumkin yoki homiladorlik tug'ish ta'tili, ya'ni 126 kun tugagandan keyin 127 kuni ishga chiqib ishlashi mumkin. Shuningdek, ayollarga ularning xohishiga ko'ra farzandi 3 yoshga to'lgunga qadar qo'shimcha ish haqi saqlanmagan holda bola parvarishlash ta'tili beriladi. Ushbu vaqtda 3 yoshgacha, 2 yoshgacha bola parvarishlash ta'tilidan xodim, ya'ni ayollar xohlagan vaqtida ishga chiqib ishlashlari mumkin. Ya'niki ularda bola parvarishlash ta'tilini olishi ularning xohishi. Xohlasa oladi yoki xohlamasa ishga qaytib chiqishlari mumkin. Bunda ish beruvchi unga hech qanaqa to'siq qo'ya olmaydi. Bundan tashqari, bola parvarishlash ta'tili davomida ayolning ish joyi hamda lavozimi saqlanadi. Bunda bola parvarishlash ta'tilida o'tirgan xodimda mehnat staji ketadi, ko'pi bilan 6 yil. Shuningdek, mutaxassislik bo'yicha stajiga ham bola parvarishlash ta'tillari davr qo'shiladi. Ushbu fuqaroimizda ish beruvchisi o'z ish o'rniga qaytarmaslik harakati noqonuniy hisoblanadi. Ushbu vaziyatda fuqaroimiz mehnat inspeksiyasi, tumandagi adliya bo'limlari yoki huquqni muhofaza qiluvchi istalgan organlarga murojaat qilishi hamda o'zini ishga qaytarishida yordam so'rashi, ariza berishi mumkin. Tushunarli. Albatta, bugungi savollarimizga to'liq javob oldik. Buning uchun sizga katta rahmat aytamiz. Studiyamizda sizni xush ko'rdik. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, ishlaringizda omad tilaymiz.